Geodeziya va kartografiya kurslarimizni davom ettiramiz. Demak, avvalgi darsda biz ma'lumotlar bazasi hamda qatlamlarni yaratish masalasini o'rganib chiqqan edik. Bugungi darsimiz avvalgi darsning mantiqiy davomi hisoblanadi. Demak, ArcMap ilovasini ochamiz va bu yerda avvalgi darsda saqlagan elementlarimizni qayta tiklash uchun yuqorida File tugmasini bosamiz va bu ro'yxatda, mana quyi qismidagi ro'yxatda avvalgi nomlagan xaritamiz topografiya deb nomlangan edi. Shu faylni tanlash orqali yoki bo'lmasam saqlagan manzilimizdagi nom orqali, ya'ni papka manzili orqali ham bu faylni ochishimiz mumkin. Demak, avvalgi darsda biz nuqta, chiziq hamda maydonli qatlamlarni yaratgan edik. Bugungi darsimizda endi aynan shu qatlamlar asosida hududdagi geodeziya masalalariga yechim topishga harakat qilamiz. Buning uchun sizlarga avvaldan berilgan bo'ladi. Bu variantni yuklab olishingiz kerak bo'ladi ma'lum bir papkaga. Va bu papkani yuqoridagi qora qo'shuv belgisi asosida topishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun mana bu yerda Folder Connections ni bosamiz va bu yerdan avvalgi darsda qo'shgan G va K nomli papkaning ustiga 2 marta bosamiz hamda shu yerga shaxsan o'zim variant sifatida tashlagan xaritamni tanlayman va Add tugmasini bosaman. Va bizni ogohlantiruvchi yozuv chiqadi. Bu yerda tasvirda hech qanday turdagi koordinata mavjud emas. Bu shunchaki rasm ekanligini ko'rsatib bermoqda. OK tugmasini bosamiz. Table of Contents da bizning xaritamiz ko'rindi, biroq ekranda bu ma'lumot yo'q. Buni topish uchun xaritaning ustida sichqonchaning o'ng tugmasini bosib Zoom to layer ni bosamiz. Mana biz shakllantirishimiz lozim bo'lgan o'lchovlar xaritasi ko'rishimiz mumkin. Bu yerda bizga 1,175 kilometr kvadrat hudud loyiha sifatida berilgan. Ya'ni mana 1 kilometr hudud, yuqorida yarim kilometr va 0,25 kilometr kvadrat hudud. Biz bu yerda tekislash va qurilishga tayyorlash ishlarini o'tkazishimiz kerak. Buning uchun biz dastlabki ma'lumotlarni shakllantirib chiqamiz. Buning uchun ekranning yuqori qismida Editor tugmasini topamiz. Agar bizda bu tugma mavjud bo'lmasa, buni topish uchun ekranning yuqori qismidagi bo'sh punktni topib, sichqonchaning o'ng tugmasini bosamiz va bu yerdan Editor yozuvini, ruschasiga redaktor yozuvini topamiz. Mana topildi. Buni yuqori qismini bosish orqali o'zining o'rniga joylash tavsiya etiladi. Va Editor tugmasini bosib, dast avval turgan Start Editing tugmasini bosamiz. Start Editing boshlandi va endigi navbatda shu editor qatorining oxirida Create Features nomli tugma bor. Shuni bosamiz. Ekranning o'ng tomonida ham bizga chiziq, maydon va nuqta qatlamlarini nashr qilish imkoniyatini beruvchi oyna hosil bo'ladi. Demak, endigi navbatda biz bajaradigan ish nima? Chiziqli qatlamni tanlaymiz. A nuqtaning ustiga bir marta sichqoncha bilan bosamiz. Mana xaritada chiziq chizilishni boshladi. Endigi navbatda biz Ctrl G tugmasini bosamiz va mana bunday yozuv chiqadi. Bu yerda biz direction, ya'ni burchak hamda masofani kiritishimiz kerak. Birinchi punktga biz 270 qiymatini kiritamiz va ikkinchi punktga bizdagi xaritaning uzunlik masofasini kiritishimiz kerak. Ya'ni vertikal
masofasini kiritishimiz kerak. Buning bu qiymat bizda 1500 ni tashkil etadi. Bu qiymat har bir katakning soni uchun 100 metrdan takrorlanadi. Shuning uchun bizda 15 ta katak mavjud. Bularni biz 100 ga ko'paytirib 1500 qiymatini olamiz. Hamda Enter tugmasini bosamiz. Mana. Umumiy xaritaga nisbatan qisqa, biroq 1500 metrni tashkil etuvchi chiziq shakllandi. Endi davom etamiz. Keyingi navbatda A va bizning chizilgan nuqtamizni o'rtasida sichqonchani olib kelgan holda Ctrl E knopkasini bosamiz va aynan shu chiziqqa perpendikulyar bo'lgan chiziq shakllantirish imkoni yaratiladi. Va Ctrl L tugmasini yana bir marta bosamiz hamda bu yerda bizdagi kataklar soni, ya'ni xaritaning eng quyi qismidagi kataklar soni 10 tani tashkil etadi va biz buning uchun 1000 qiymatini kiritamiz. Mana. Va yana bir marta Ctrl E tugmasini bosamiz. Endi yuqoriga yana Ctrl L harfi orqali 1000 metr ko'tarilamiz. Mana. Shaklni chiqarish hozir bizda biroz kichikroq. Bu bizga asos bo'ladi. Asl o'lchamlarga nisbatan xaritani keyinchalik tortishimiz kerak bo'ladi. Va yana avvalgi chiziqni ustiga sichqonchani olib kelib, Ctrl E tugmasini bosamiz. Ctrl E tugmasini bosamiz va bu yerda 5 ta katak bo'lgani uchun Ctrl L harfi orqali 500 qiymatini kiritamiz. 500 metr o'ng tomonga yurdik va yana avvalgi chiziqning ustiga Ctrl E harfini bosamiz. Yuqoriga tomon Ctrl L 500 metr Enter va avvalgi dastlabki nuqtaga qaytishimiz kerak. Buni yana bir oson yo'li Ctrl E bilan takrorlash hisoblanadi. Ctrl L 1500 qiymatini kiritib Enter tugmasini bosamiz hamda chizig'imizni qo'shimcha nuqta bilan yakunlaymiz. Mana. Umumiy chiziq shakllandi. Endi editor qatoridan biz Split toolni tanlaymiz hamda ortiqcha chiziqni kesib tashlaymiz. Chiziqni tanlab o'chirishimiz mumkin. Yoki bo'lmasam bu jarayonni ortga qaytarish uchun Ctrl Z tugmasini bosamiz va yana bir imkoniyati mavjud. Sichqonchani tanlab chiziqning ustiga 2 marta bosamiz va bu yerdan so'nggi nuqtani ayirish belgisili kursor orqali o'chirishimiz mumkin va ekranning bo'sh qismiga 2 marta bosib umumiy shaklni olishimiz mumkin. Demak, chegara shakllantirish bo'yicha dastlabki darsimiz nihoyasiga yetadi. Bu yerda saqlash jarayoni birmuncha boshqacha bo'ladi. Buning uchun biz har bir chizilgan obyektni ma'lumotlar bazasiga saqlashimiz kerak. Buning uchun editor yoki rus tilida redaktor tugmasi orqali Save Edits ni bosamiz. Saqlandi va edit jarayonini, ya'ni tahrirlash jarayonini stop editing qilish orqali tugatamiz. Va saqlanit, ya'ni saqlash, save tugmalarini bosib har bir bosqichimizni tugallashimiz kerak bo'ladi. Darslarimizda davom etishingizni so'rab, ushbu darsimizni yakunlaymiz.